Assalomu alaykum mushtoplik qarindoshlar. Shu Abduqodir Yapchanning qisqa bir videosi yo'llanibdi. Buning qarta qarindoshlar o'zining noroziligini bildirib, bu qanday gap? Shi Jinpingdek, Netanyahudek birlari La ilaha illalloh deblam shu imo-isla ashlarning ash ilgirki qilmishlarining hammasi kechirilib, ashlar jannat kirib musulmon bo'lib ketamdi deb noroziligini bildiryapti. Endi videoningki aldı aqısda Abduqodir Yapchanning maqsadi degan aldı aqıs kesilib ketgan bo'lishi mumkin. Agar shu videoda da'vatqandek degan bo'lsa shu desa, yana ham shu Qur'onni yaxshi tushunmaganlikdan, bilmaganlikdan yolg'iz Abduqodir Yapchan emas, xeyli o'qigan, xeyli mollalarmi mushundaq gaplarni qilib soladi. Nima uchun desa, bir inson tövbe qilib islom sepiga kirib İslam sepiga kirse, Allah onun ilgirki günahlarını keçirdi, onu sürüştürmeydi degan şu prinsip boyunca, şu söz boyunca bir yerde bu Xi Jinping bilen Netanyahu'nu Allah keçirdi, onu mu cennet kirdi deb sağan bo'lishi mümkün. Mollalar mı deb saladı bunda gaplarni. Lekin Qur'on resmi kirgan chaqda, Qur'onni tafakkur qilgan chaqda, Qur'onni izlangan chaqda cho desa, tövbe qilgan odamning hammasining tövbesi qabul bo'laveramdi yo tövbe qilishga tegishlik shu tövbe qilishning vaqtini bilib o'ziningki xatoligini tunib o'zining jinoyatini tunib ilgirki bilib bilmay qilgan xatoliklarini ustiga ilib tövbe qilgan odamning tövbesi qabul qilinamdi. Mushu Sura Nisoning 17-oyati bilan 18-oyatida qanday odamning tövbesi qabul qilindi desak, mushu oyatni o'qisak hammamiz Netanyahu'dan Xi Jinping'in tövbesi qabul qilinadigan tövbeler qatoridagi tövbe emas. Ular hozir musulmon bo'ldim deysimi? Musulmon bo'ldim deysimi? Mushu oyatning hukmi bo'yicha cho desa, ular qabul qilinmaydi. Qabul qilinmaydi. Oyatda nima deydi? Azroq o'qib beray. Allah qabul qilishni va'da qilgan tövbe yomonlikni nodonlikdan qilib silib, ondan uzunga qolmay, ya'ni o'lim kelishdan burun tövbe qilganlarning tövbesidir deydi. Demek yomonlikni nodonlikdan qilib silib, bilmay qilib silib, uningdan keyin tövbe qilsa, ajab qilibdi buni deb tövbe qilgan bo'lsa, mana mushliq odamlarning tövbesi qabul qilindi deydi. Qabul qilindi deydi. Hamda ashlar mushu jinoyatlarni Xi Jinping va Netanyahu mushu jinoyatlarni mushu insonlarni ustidan ilib berayotgan, insonlarga selayotgan zulmni nodonligidan qilyapamda. Bilmay qilib selayapamda. Ash bilmay qilib selayotgan nodonlar qatoriga kiramdi desa, ularning qatoriga kirmaydi bu. Ular o'zining nima ish qilayotganligini shunda obdan biladi. Bu nodonlik degan ya 1 yil bo'lar, ya 2 yil bo'lar, ya 1 qitim bo'lar, ya 2 qitim bo'lar, 10 qitim, 20 qitim bo'lar. Endi ular o'qimagan odamlar emas, o'qigan dunyoda cho'ng davlatlarni boshqarayotgan odamlar, bular nodonlikdan bilmay qiliblar jinoyat o'tkazayotgan odamlarmi desa, yo'q, unda emas. O'zining joyiligidan, nafs xohishidan, inson qalbidan chiqqan shu tabiatning kayniga kirib, mush jinoyatni o'tkazayotgan odamlar. Bu odamlarning tövbesi qabul qilinamdi, qabul qilinmamdi. 18-oyat shunga javob beradi. Davomliq yomon ishlarni qilib, beshiga o'lim kelgan chaqda endi tövbe qildim deguchilarning tövbesi va kofir biti o'lguchilarning tövbesi qabul qilinmaydi. Ana shularga biz qattiq azob tayyorladik deydi. Demek bular resmi o'ltirildigan bir sharoit kelgan vaqtda shularni o'ltirildigan bir sharoit kelgan chaqda bir kuch kelib o'ltirman degan chaqda bular shu chaqda tövbe qilsa desa, bularning tövbesi qabul qilinmaydi. Qabul qilinmaydi. Hozir dunyo sotiga tortildigan bir bosqichga kelib qolsa, ilgirki qilgan ishlarimdan men xato qilibman, men tövbe qildim. Ben bu kainatning, mahluqotning, mavjudotning bir yaratquchisi borkan, men cho'ng bir jinoyatni o'tkazibdiman. İnsaniyatning ustidan cho'ng bir jinoyat o'tkazibdiman. Mushu jinoyatlarimni endi to'nib yetdim, men tövbe qildim desa, Allah kechiramdi desa, buni kechirmaydi.
Mana şu oyatni o'qisanglar, Allah qanday odamning tövbesini qabul qiladi? O 7-oyatda qanday odamning tövbesi qabul qilinmaydi? 18-oyatda chiroyli deb qo'yapti. Bu Xi Jinping, Netanyahu deganlar endi shunchalar ishni qilib, endi tövbe qilsa musulmon bo'ladi deyish, bu kitobni texi yaxshi bilmaganlik, Qur'onni yaxshi bilmaganlik, Allohning ve tövbesini qabul qiladigan qanday odamning tövbesini qabul qiladi, qanday odamlar tövbe qismi qabul qilmaydi, bu kitobni o'qigan odam biladi, tafakkur qilgan odam biladi. Dinni mollaning og'zidan anglagan odam shu desa, shu asos jihatdan mushun o'sha gaplarni qilib soladi. Abduqodir Yapchan o maqsadda demaganda, o gapining aldaqisi bordi. Lekin Xi Jinping bilan Netanyahu musulmon bo'lsa, la ilaha illalloh desa, musulmon bo'ladi, jannat kirdi desa, hamma odamning g'azab qo'zg'aydi. Bu qanday gap bu deydi? Uydirilgan dindichi desa, ana shunda Qur'on bilan moslashmaydigan qanday odam bo'lsa, tövbe qilaversa, uni kechirib yutiblar, Allohga tashlab qo'ydigan bunday narsa bor. Lekin Qur'onga kirgan vaqtimizda desa, Alloh qanday odamligini qabul qiladi, qanday odamligini tövbe qismi qabul qilmaydi. Mushu sura Nisoning 17-oyati bilan 18-oyati javob berib turibdi. Shuning uchun qarindoshlarning ochiqlab ketilgan tarafi shu. Agar Qur'onni bilsak desa, ham o gapni qilmaymiz, ham Qur'onni bilgan odamni desa, ochiqlamay, menga o'xshash chiroyli. Mana ularning tövbesi qabul qiladigan tövbelar qatoriga tövbe emas. Ular islom sefiga kirmaydi. Ular onun musulmon bo'lib ketsimi, Alloh uni kechirmaydi. Ma oyatning hukmi bo'yicha ular kechirilish tegishli odamlar emas deb javob berdi.